Qizilöngech raki, qalqansimon bez raki, limfa raklarida qanday alomatlar ko'rildi? Mush to'g'risida bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu gapni yaxshi so'radingiz. Endi shu qarindoshlarimizda navbatdagidek limfada yoki qalqansimon bezning o'zida shu qizilöngechning o'zida ko'rilgan rak kasallik o'zgarishini bayqamak bir qadar tas. Bayqay olmay qoladi. Agar mushu xil o'zgarishlar ko'rilgan vaqtimizda dal vaqtda davolashga qo'l keltirmasa, qizilöngech raklar daxil bosib berib oladi. 3 oydan 6 oy 9 oy bir yil. Mushunda ahvolga kelib chiqadi. Unda bo'lsa qarindoshlarimiz maniga zang solsak, shundaqla yurakni va olti raqamini besib o'tgan bo'lsa, endi biz balkim bu tushuntirishlarimizda ma'lum bir cho'ltilik yoki anglayotgan odamga nisbatan ma'lum bir kamchilik his qilinishi mumkin. Ammo silama ekranning oldiga kelib so'zlagan chog'ingda har qanday doktor bo'lib kelsangiz, balkim mushayatda tamtirash va titrash yoki ma'lum bir nuqta qilib, ma'lum bir nuqtalar inchki so'zlanmay qolishi mumkin. Shuni to'g'ri tushunishni umid qilaman. Xatolik bo'lsa, tuzishtirsam bo'ldi. Endi bu yerdagi qalqansimon bez rakida asosan buning alohida alomat ko'rilmaydi. Ba'zi bizni yoki balayotgan davolatdim deydi-yu, qalqan bez rakisi shikillangan bo'ldi, davolanib qoldi. Ba'zi qarindoshlarimiz jo degan chog'da doktorxona urib tekshirib boqay degan, sayat kelgan degandek bilan rakisi chiqib qoldi. Buningdagi alomati rushin ifodalanadi. Ammo bu kishi shuni aniq esda tutish kerakki, oilasida kunda urush idil bo'lgan, kayfiyat yaxshi bo'lmagan, uydagilar bilan davomli g'ijinish bitadigan, zig'irga ishqi qo'yadigan mushunda kayfiyat mush kishi shakllangan bo'ldi ekan. Yoki seprovisavda ish olgan bo'ldi ekan, bu kishi qalqansimon bezni gumon qilish kerak. Bu buningki yengil alomat deb hisoblanadi. Endi buning zati rushen alomatidan bizga ko'rib anadagi davolansam bo'ldi deb qolsa, qalqansimon bez rakida yutish qiyinlashish, nafsi tezlashish, yurak selish, yanqilmay qolib qolsa, mushayada tuyuqsizda bir do'nik paydo bo'lib qolishdek ahvollar ko'riladi. Shuning bilan birga qalqansimon bezning o'zi ko'rilishi bilan birga ba'zilarda iqtidor, ish ketish yoki chekinib ketish ahvollari birga keladi. Mana bu xil ahvol qarab, anandan keyin qalqansimon bezda o'sma yoki rak kasalining alomati ko'rilganligini his qiladida, berib tekshirib diagnoz qo'ydirib, anandan keyin buni shakli, chigirsa koordinati degandek ahvolga qarab turib davolashni boshlab ketadi. Ammo mana shunday o'zgarish kelib chiqqandan keyin nima qilish kerak degancha doktorxonada davolash kerak. Bu vaqtimizda biz voy o rak kasallik emas, mantiqdek tushsak bo'lmay ekan, buni degan o'ydilar alqaysak bo'lar ekan, pukun tiyibning do'risi shunda bir do'ri ekanki, ichki odamningki qalqansimon raki, mush kaniyatliq bu chiqib ketdi ekan. Yutilsa, mushu og'zarqiliq bas chiqib ketdi ekan degandek, manda aqmaydigan sabzablik ish emas ekan. Chunki bu qalqansimon bas kanalchi bilan faqat ustida turadigan, qalqan olib turadigan narsa. Bu uyga o'tolmaydi. Yutelmaydi. Men ba'zining kallasini juyib, mo'ydar deb qoldim bak jamiyatimizda. Shun qarindoshimiz vaqt uzrab ketgan sababli har birimiz birdan to'xtalish loyiq edik. Shuni yurakni olti tarafdan besib berishni unutib qolmaganmisiniz.